Assalomu alaykum. Bugungi videoda men sizlarga nevroz kasalligidan chiqishning eng muhim kalitlaridan biri bo'lgan bitta muhim tavsiyani bermoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz yo'l qo'yayotgan xatoyingizni tushunib olasiz va mana shuni tushunib olganingizdan so'ng bu kasallikdan qutulishingiz yanada tezlashadi. Va bundan-da qiziq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun albatta kanalga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Boshladik. Ko'pchilik mutaxassislar bor. Agar siz hozir YouTube'ga search, ya'ni unaqa qidiradigan qismga nevroz so'zini kiritsangiz, son mingta video kelib chiqadi. Son mingta mutaxassis kelib chiqadi. Shulardan bittasi o'zimman. Lekin mana shu joyda bitta narsaga diqqatingizni qaratishingizni so'rab qolaman. Ko'pchilik YouTube'da gapirayotgan mutaxassislar nevroz kasalligini juda ham murakkablashtirib yuborishadi. Juda ham murakkablashtirib, u qandaydir siz bir nimalarnidir kashf qilib yuborishadi. Va buni eshitgan bemor bu kasallikdan boshi garang bo'lib qoladi. Chunki shunaqa ma'lumotlarni aytishadi, eshitib o'zim ham hayron bo'laman. Men sizlarga bugun mana shuni sodda holda tushuntirmoqchiman. Doimo eslab qoling. Nevroz kasalligini siz umuman ilohiylashtirmang. Nima degani ilohiylashtirish? Inson bir narsani tushunmasa, uni ulug' sanasa, kuchli bir qandaydir bir ilohiy quvvatga ega deb o'ylaydi. Qandaydir bir g'oyibona bir qandaydir bir juda ham bir nima desam, katta kuchli narsa deb o'ylaydi-da. Misol uchun mana ibtidoiy jamoat tuzumida insonlar olov nimaligini tushunishmagan. Va shu uchun olovga sig'inishgan. Yunonlarda borki, quyosh xudosi, olov xudosi, yana qanaqa xudolari bor. Chunki nimadan kelib chiqqan bu narsa? İnsanlar mana shu narsani tagiga, ilmiga yetishmagan. Hozir misol uchun siz quyoshga sig'ining desa, qiziqmisiz deysiz. Chunki bilasiz, ilmingiz bor bu narsada. Olovga sig'ining desa, kulgili tuyuladi sizga. Chunki siz bilasiz bu narsani noto'g'riligini. Nevroz ham xuddi shunaqa. Tushunmaganingizdan so'ng ilohiylashtirishni boshlaysiz. Dahshatli kasallikdek tuyuladi. Juda bir tuzalib bo'lmas, chiqib ketib bo'lmas darddek tuyuladi. Lekin aslida unday emas. Ana shu narsadan foydalanib, ayrim soxta mutaxassislar sizni pulingizni shilishadi, vaqtingizni behuda ketkazishingizga sabab bo'lishadi. Nevroz kasalligi bu hech qanaqa ilohiy kasallik emas. Bu shunchaki sizning yomon xarakteringiz. Sizni nevrozga olib keladigan xarakterlaringiz bor. Uni oldingi videolarda ham aytib o'tganman. Yaxshilab ko'rib chiqsangiz videolarni tushunib olasiz. Mana shu yomon xarakteringiz natijasida sizda ruhiy zo'riqish paydo bo'ladi. Va mana shu ruhiy zo'riqishdan sizning nerv sistemangiz endi oldingidek ishlay olmaydi. Oldingidek to'g'ri reaksiya bera olmaydi. Vahima xurujiga, talvasaga tushib qoladi. Boshi bet ko'chaga kirib qolgandek bo'ladi. Lekin aslida bu kasallik shunchaki nerv sistemangizga xotirjamlik berilsa bas, yaxshi bo'lib ketadi. Uning uchun albatta to'g'ri tanlangan dori preparatlar vaziyatga qarab, agar insonning holati, aqli, tafakkuri yetarli bo'lsa, ya'ni hissiyotini boshqara oladigan darajada bo'lsa, faqat dangasalik bo'layotgan bo'lsa, dorisiz ham chiqib ketsa bo'ladi. Va albatta ikkinchi tomonda psixoterapiya insonni mana shu nevrozga olib kelgan sabablarni o'rganish va uni bartaraf qilish. Xarakteridagi qaysi xislatlar olib keldi? Hayotidagi qaysi muammolarni yecha olmayapti? Nimalar? Oila muammosi bormi? Boshqami? Ko'pchilik menga murojaat qiladi, aslida sababi tibbiy emas. Oiladagi muammo bo'lishi mumkin, boshqa narsalar bo'lishi mumkin yoki insonda o'zi mana shu narsani bilmayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu joyda psixoterapevt yordami kerak bo'ladi. U mana bu joyda mana bunaqa qilgansiz, bu joyda bunaqa qilgansiz, mana bu yerda bunaqa qilish kerak deb xarakterda qayerda o'zgartirish kerakligini aytadi. Va mana shu o'zgartirishni inson boshlasa, o'zini o'zgartirishni boshlasa, xarakteridagi nevrozga olib kelgan jihatlarni o'zgartirishni boshlasa, bo'ldi, kasallik yo'q. Yo'q ketadi izsiz. Lekin mana shuni tushunishmaydi, insonlar ilohiylashtirib yuborishadi. Dahshatli kasallik. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman bu kasallikni. Oyagidek. Bundan ko'ra o'lganim yaxshi. Dunyo ko'zimga tor ko'rinyapti. Yo'q. Bu hammasi hissiy javoblar. Biz aql bilan javob berishimiz kerak. Chunki nevroz aql kasalligi emas. Sizning aqlingiz joyida. Men nima uchun buncha nevroz haqida video qilyapman? Agar siz aqlingiz zaif bo'lganingizda foydasi yo'q menga gapirishim buncha, misol uchun. Yoki ruhiy kasal bo'lganingizda
telba bo'lganingizda, telbaga gapirgandan devorga gapirgan yaxshi. Agar bunaqa bo'layotganda tinchgina doringiz yozib berilardi-da. Eng o'zi oson usullardan bittasi shu. Chakang uchsin deydi, dorini yozib beradi. To'g'risida, chunki dorini ichadi, uxlaydi, karaxt bo'lib, doktorni ham qulog'i tinch, bemor ham xursand. Lekin psixoterapiya qiyin. Ega olaydi. Ba'zi bir bemorlar nima qilib ega olib o'tirasiz. Bir oyoq qichsa ham, bir oyoq uvushib qolsa ham bir narsa bo'lyapman deb. Hissiyotiga aldanadi-da, aqlini ishlatgisi kelmaydi. Xudoyim to'la bergan mana bu aql bor, lekin mana shuni ishlatgisi kelmaydi. Mana kallaning ichida turibdi mana shu narsa, ikkita quloqning orasida. Lekin shuni qilgisi kelmaydi. Psixoterapevt mana shuni ochib beradi. Ochib berganda ham ishlamaydiganlar bor. Doktor, doringiz ta'sir qilmadi-ku. Doktor, yaxshi bo'lmayapman-ku. Yaxshi bo'lish uchun nima qildingiz? Faqat dori ichdi, boshqa hech narsa qilmagan. To'g'ri tavsiyalar, ana shu xarakter bo'yicha tavsiyalar beriladi. Mana shular bajarilgandan so'ng bo'ldi, kasallik chiqib ketadi. Nevroz bu yomon xarakter xolos. U ilohiy qandaydir osmondan tushib, ba'zi birovlar jin kirib qolgan, ba'zi birovlar bir narsa qilgan deydi. Unaqa emas, sizda bu yomon xarakteringiz. Misol uchun mana bitta voqea oladigan bo'lsak, kimdir misol uchun uy yonib ketadi, kimdir yaqini o'tadi. Agar shundan keyin nevroz bo'lib qoldim deydi-da. Agar bu nevrozga olib keladigan bo'lsa, hamma yaqini o'tadigan inson nevroz bo'lib ketishi kerak edi. Hamma bankrot bo'ladigan inson nevroz bo'lib ketishi kerak edi. Hamma ayollar tug'ruqdan keyin nevroz bo'lib qolishi kerak edi. Misol uchun tug'ruqdan keyin rivojlanadi-da. Ichingiz torligi bor. Xarakteringizda ayrim jihatlar bor, ishlash kerak. Uni endi psixoterapevt qabuliga kelganingizda psixoterapevt siz bilan suhbatlashib, "Ha, sizda mana bu bor ekan. Mana bu bor ekan" deb o'sha bo'yicha ishlanadi. Mana sizga hech kim aytmaydi bu narsani. Kamdan kam odam aytadi. Mana sizga kalit. Mana shuni qilish kerak. Mana shuni qilsangiz bo'ldi, chiqib ketasiz. Bu xarakteringizdagi jihat yotibdi siz ichingizda. Ko'rmaysiz. Nafsimiz bor, ko'rsatmaydi. Chunki inson nafsi shunaqaki, o'zini qilgan ishini to'g'ri deb o'ylaydi. Boshqanikini ko'radi, aybini, o'zini aybini ko'ra olmaydi. Mana shu tomonlarni ko'rsatib berish psixoterapevtning vazifasi. Tajribali psixoterapevt o'zi 2-3 og'iz gapingizdan nima bo'layotganini biladi. Mana boshida ishlaganimda qiyin ancha-muncha surishtirganman. Hozir o'z bemor 2 og'iz gapirgandan nima bo'layotganini o'z sezaman. Shuning uchun maslahatim sizlarga, bo'ldi, bas qiling. Kerak emas bunaqa narsalar. Kerak emas ilohiylashtirish. Kerak emas bu kasallikni bir osmonlarga ko'tarib yuborish. Oddiy kasallik. Tushunib yetsa inson, aqli ishlata olsa, dangasaligiga yotib olmasdan, dangasaligiga erk bermasdan o'zini ustida ishlay olsa, 1 so'm kerak emas chiqib ketish uchun. To'g'risida, aqliy faoliyati yetarli bo'lib, to'g'ri harakat qila olsa, 1 so'm kerak emas. Ya'ni eng oson tuzaladigan dard. Lekin ana shu aqlni ishlatmasa, dangasaligiga erk beraversa, mana shu o'zini ustida ishlamasa, kelgan million keraksa milliardlar yo'qotgan insonlar bor shu kasallikning izidan. Chunki mana buni ishlatgisi kelmaydi. Xudoyim taolo bergan mana bu aql, tafakkurni ishlatgisi kelmaydi. Shuning uchun xulosa o'rnida aytmoqchiman, bo'ldi. Ilohiylashtirishni bas qiling. Bu kasallik siz o'ylaganchalik unaqa murakkab emas. Sizlarga doimo sog'lik, salomatlik tilayman. Qalblaringiz doimo nurga, xotirjamlikka to'la bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.